Opa, men uy masalasini yaxshilab surishtirdim. Ertaga hokimiyatga boring. Tutilmasdan shartta gapiring. Erim o'lgandan keyin qaynonam bilan qaynotam ikkita bolam bilan ko'chaga haydadi deng. Ozgina yolg'on ishlatsangiz hech narsa qilmaydi. 1 yildan beri otamnikidaman deng. Uyga qaytib kelib, seni ham xijolatli ahvolga solib qo'ydim aka. Endi meni ham bolalarim bor-da, opa. Keliningiz bilan bemalol yashasay deyman. Ertaga hokimiyatga boring, opa. Choydan iching dedi. Rahmat. Opang ko'rinmaydi? Qayergadir ketdimi? Yoqimli ishtaha. Rahmat. Hokimiyatga bordingizmi, opa? Nima bo'ldi uy masalasi? Uchrashdim. Masalani o'rganib chiqib yordam beramiz deyishdi. Tushunmadim. Sen uy so'rab hokimiyatga bordingmi? Nega unaqa qilding? Endi ikkita bolam bilan sizlarga ham yuk bo'lmaydiman dada. Ularga ishonib bo'lmaydi, opa. Qachon masalani o'rganib chiqadi-yu, qachon sizga yordam beradi. Hokim yordamchisining oldiga kirib, yaxshilab yig'lab berish kerak edi, opa. Rahmi kelib tezroq uy berishardi. Bu seni ishingmi? Men nima yomon ish qildim, dada? Opam umrini oxirigacha bu uyda qolmaydi-ku. Qaynona qaynotasi ham yordam bermasa bunga. Ovozingni o'chir, ahmoq. Ey, opangni birovlarning oldiga borib yig'lagin deyishga uyalmaysanmi? Erkak yaramas. Kichkinaligingda mana shu opang senga qarardi. Ukam yig'lamasindirdi. Sen bo'lsa, opangni begona erkaklar oldiga borib yig'lagin deysanmi? Kezalak. Opangni bu uyda turgani senga og'irlik qilyaptimi? Sig'mayapsanmi? Yo shuncha uy kamlik qilyaptimi? Opangga uy kerak bo'lsa, mana men qurib beraman. Men hali tirikman. Sen umuman aralashma. Menga qara. Agar kuyovim tirik bo'lganda, opang senga o'xshagan erkaklarga muhtoj bo'lmasdi. Tushundingmi? Nima munkayib qolgan, farzandini yo'qotgan qaynona qaynotasiga borib yig'lasinmi? Ha? Farzandini yo'qotgani kammi? Oriyat yo'q. Yaxshilab eshitib ol. Dadam rahmatlining bitta gapi bo'lardi. Onangni kaftingda tutsang, opa-siningni boshingga ko'tardirdi. Nomusi yo'q. Ahmoq. Qizim. Qorning ham ochgandir. Bu narsa yeb ol. Bu ahmoqning gaplariga ahamiyat berma. Opa, meni kechiring. Ahmoqlik qilib qo'ydim.